Hozir bitta telefonimizni kamerasi sal chang tortib qolgan ekan, yaxshi olmadi. Hozir mana bunda ko'ryapman. Bu mana uje tepasidan ele ko'rinib turibdi, mana ezib pachaqlab qo'ygan. O'sha qoqma yashil. Ahvolni qaranglar. Pachaqlanib bitgan gilos uje. Ertalab ochilgan fura bu. U taglarida uje ko'rinib turibdi. Tagi o'q mayda. O'zi akalar ukalar bu bahor gilosdan kechib ele qo'yish kerak. Shu narsani aytsa endi tirikchilik bu deyilyapti-yu, o'sha tirikchilik deganlarda o'ziga ham bu ziyon bo'lyapti-da, o'zini oyog'iga bol turish bo'lyapti. Nahot shunchalik insonda aql doirasi, tushunchasi qisqarib ketdi-da, shu eng abidna tarafi shu darajaga yetdik-da. Bo'lmabdi bu. Bu yomon joyi hozir mana shu gilosni bir olgan inson bu Toshkentdagi, O'zbekistondagi deb sotilyapti-da, O'zbekistondagi deb sotilyapti. Ertaga bu valavoy gilos olib kelsangiz ham O'zbekistonniki desa qochib o'tyapti. Mana ertalabdan kechgacha 1,5 kilo gilos sotildi deyapti. Ketish kerak bunda.